Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Endi ko'rib turgan uyingiz sotiladi. Bu yerda yana koridori, bu yerda mehmonxona, televizordagi olan yerlari, kranshtayn qo'yib bersangiz oylik bo'ladi. Remontlari o'rtacha. Kat yo'lini, gaz svetdan muammo yo'q. Umanliklari bor. Kanalizatsiya ishlab turibdi. Bu xonamiz hozircha ilik, buni ochib beriladi. Bu xonani xohlasangiz choychadan yaratsangiz bo'ladi, xohlasangiz bir detskiy komnatan bir narsalar istsangiz bo'ladi. Bu yanında yine duşu, unitazi, duşunu şu kafeli bilan aristonikamiz bo'lgani. Suv gap turibdi, nasosi pastda bor.